12 puliga mana shu mashinani sotib olsa bo'lar ekan. 15 yillik kafolati bor yana. Odamlar orqasiga javob bera olmayapti. Bular qanaqa qilib 15 yil garantiya beryapti? Umuman hayron qolman. Shohon, tushunaman. Ba'zan hammamizga shunday paytlar bo'ladi. Mana bunda qaranglar, yotoqxona rejimlarigacha bor ekan. Orqasi xuddi Range Rover Autobiography'da ochilib yopish xususiyatiga ega yukxona qopqoqlari. Avtomobil 400 kilometrdan 500 kilometrga yurish zaxirali versiyalari ham bor. Podveskasi juda ham yumshoq, tashqi ko'rinishi xuddi Kia'ning qaysidir modellariga men juda ham o'xshatib yubordim. Avtomobilni to'liq obzori qiziq bo'lsa, kommentariyada bitta plyus qoldiringlar, albatta sizlarga narxlarigacha to'liq obzorini taqdim etamiz. Nima deb o'ylaysizlar? 18,600 dollarga mana shu mashinani sotib olgan bo'larmi deylar? 12 puliga 15 yillik rasman kafolati bor mana bunaqa spalnili mashina rasman sotilayotgan ekan. Odamlar orqasiga javob bermayapti. Qanaqa qilib buni Xitoy mashinasiga 15 yil kafolat beryapti? Buni albatta men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Ayniqsa men bitta narsaga hayron qoldim. Qanaqa qilib bu segmentdagi va bu narxdagi elektromobilda mana bu yerda knopkali eshikli versiya mavjud bo'lyapti. Mana bu ambient podsvetkasini qaranglar, har xil rangda kerak bo'lsa, yonish xususiyatiga ham ega ekan. Ayniqsa menga mana bunaqa dam olish zonalariga borganinglarda alohida bir joyga borib uy sotib olishinglar ham kerak emas. Mashinani ichida uxlab olsanglar ham bo'lar ekan. Mana buni qaranglar, qanaqa mazza, ikki kishi yotib olib, mana bu displeyda sizlar kino ko'rib, xullas dam olishinglar mumkin. Ushbu avtomobillar голосовой помощник deysizlarmi, o'zbekcha, ruscha gapiradi deysizlarmi? Xullas Madina sun'iy intellektlarini hamma narsasi qo'shib berilar ekan. Bugun e'tiboringlar markazida Dongfeng oilasidan Nami 06 avtomobili tashqi ko'rinishiga 1 dan 10 gacha baho berib qo'yinglar. Men bu avtomobilni Kia'ni ba'zi bir modellariga juda ham o'xshatib yubordim. Ayniqsa mana bu kunduzgi yoritish chiroqlaridan, bu nafaqat kunduzgi yoritish chirog'idan, balkim mana buni qaranglar. Orqa ko'rinishi ham sizlar qaysi modelga o'xshatib yuboryapsizlar? Qaranglar buni optikasini. Bu ham hali hech narsa emas. Menga bu avtomobilni yukxonasi juda ham qiziq. Qaranglar. Bitta ochildi va ikkinchisi xuddi Range Rover Autobiography'da katta yukxonasi 2 qavat bo'lib ochiladi. Chunki aynan mana shu 2 qavat bo'lib ochilishini o'zi juda ham qimmat hisoblanadi ishlab chiqarishda. Buni tadbirkor akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Lekin Xitoy 18,600 dollarlik mashinasida aynan bu funksiyani qo'shib qo'yibdi. Xohlasanglar sizlar mana buni qilib bemalol narsalarni joylashinglar mumkin, tushib ketmaydi. Agar bu ham kerak emas desanglar, misol uchun buni tushirasizlar-da. Buni bitta tushirasizlar-da. Xohlasanglar mana bunaqa o'tirib suhbatlashishinglar mumkin. Agar yukxonada narsalar bo'lsa, agar yukxonada narsalar bo'lmasa, soyabon tarzda ishlatib, balo tutib o'tirasizlarmi, piknikka chiqasizlarmi, mazza qilib xohlasanglar ichkarida spalniya qilishinglar mumkin yoki mana bu yerda svidaniya qilishinglar mumkin. No, xullasda, kelinglar bilan albatta. Avtomobilni podveskasi juda ham yumshoq. Shaxsan o'zim haydab ko'rganimda bildim, bu modelni 2 xil komplektatsiyasi rasman sotiladi. Birinchisi 400 kilometrlik versiyasi, ikkinchisi 500 kilometrga yaqin yuradigan versiyasi. Lekin bizning O'zbekiston bozorida aynan bu modellar raqobatchisi BYD Yuan Up. Kelinglar, men sizlarga BYD Yuan Up'ni ham ko'rsataman. Misol uchun, aynan mana shu yerda turgan mashina, ko'rib turibsizlar, bu full komplektatsiyasi emas, lekin narxi salkam 22,000 dollarmi, 21,500 mi, shunaqada. Bu sami nima deydi, oddiy pozitsiyasi hisoblanadi. Juda ham oddiy komplektatsiyasi. Sizlar aynan mana shu 21,000 dollarga BYD Yuan Up bu komplektatsiyasini olgan bo'larmidinglar yoki Nami 06 ni eng full komplektatsiyasini 22,000 dollar atrofidami, 22,500 mi? Adashmasam shu atrofida ekan. 200 nechadir million deyishdi-da. Xullas, avtomobilning hajmi Yuan Up'ga qaraganda bir muncha kattaroq va ozgina balandroq. Shuni hisobotga olib qo'yinglar. Modelda 360 gradus kamera deysizlarmi? Adaptivniy cruise control, avtotormojeniya, line assistent, avtopilot, xullas nima kerak, hamma narsasi mavjud. Ayniqsa bu modelni klirensini oladigan bo'lsangiz ham 21 sm. Salkam off-road modellarda ham ba'zi birlarda bunaqa katta klirens yo'q. Lekin juda ham kompaktli avtomobil. Buni prostoy komplektatsiyasi deymiz endi, bizning o'zbekchasiga tushuntirganda Luxury Air Pro degan versiyasi bor. Xullas, hozir ko'rib turganimiz bu eng top komplektatsiyadagi model.
prostoy komplektatsiyasida qanaqa farqi bor? 18.600 dollarga siz qanaqa komplektatsiyani olgan bo'lardingiz? Eng asosiy farq bunda panorama tom bo'lmaydi va 360 gradus kamerasida farqi bor. 18.600 ligida, lekin 18.600 dollarligida ham adaptivniy cruise control, line assistant, avtomatik tormojeniya hamma narsasi mavjud. Endi ba'zi birlarga panorama tom kerak emas bo'lishi mumkin. Ayni shu odamlarga men albatta uni tavsiya qilib qolaman. Avtomobilni 15 yillik kafolatini eshitib men juda ham hayron qoldim. Qanaqa qilib buni 15 yil kafolat berish mumkin? Va eng asosiysi bu modelni oldi tortadi. Orqasi emas, muammo bo'lmaydi. Qaranglar. Mana bunaqasi o'tirib olamiz. Ketdi. Ruli mana bu yerda multi rul. Bunda sizlar xohlasanglar adaptivniy cruise kontrollarini nastroykasini qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar multimediasini boshqarsanglar bo'ladi va elektro upravleniyaga ega. Ixcham va ishlatilgan materiallar sifatini ham e'tibor bersangiz, umuman qattiq, arzon plastik yo'q bu yerda. Va mana bu yerda 50 vatlik simsiz quvvatlagich ham mavjud. Va Dongfeng oilasini mana bu pultini bilasizlar. AP007 va 008 larni pulti. Qaranglar. Hattoki avtoparkovkasini ham sizlar menimcha boshqarsanglar bo'ladi bu yerdan. Type C port, USB port, hamma narsasi mavjud. Voy, men buni ko'rmagan edim. Dahshat, ha? Qoyil. Wow. Gap yo'q avtomobilga. Xullas, bu modelni agar sizlar sotib olmoqchi bo'lsanglar, bemalol kelib rasmiy dilerlik markazlariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz albatta telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Siz avtomobilni misol uchun BYD ni bunga solishtiradigan bo'lsangiz yoki Tracker Onyx larni solishtiradigan bo'lsangiz, men sizga hozir bir 2 xil, 3 xil farqini tushuntirib beraman, yotib olib. Voy. Vaziyatdan foydalanib qolish kerak-ku. Panorama tomi qaranglar qanaqa katta. Xullas, bu modelni siz agar BYD One Up ga solishtiradigan bo'lsangiz, 18.600 dollardan 22.800-22.900 dollargacha bo'lgan aynan bu versiyasini sotib olishingiz mumkin. One Up bo'lsa bir muncha bunga qaraganda qimmatroq va agar bozordan olsanglar, bunchalik opsiyali versiyasini sizlar juda ham qimmatga olasizlar. BYD larda yo'q bo'lgan funksiyani, misol uchun ketdi sun'iy intellekt, xohlasanglar o'zbekcha, xohlasanglar ruscha gaplashish mumkin, xohlasanglar xohlagan sistemalarni aynan mana shu ishlab chiqaruvchini o'zi sizlarga taqdim qilyapti rasmiy dilerlik markazida va 15 yillik kafolat beryapti. U nimaga kafolat desangiz, dvigateliga 15 yil kafolat berilar ekan, batareyasiga 8 yil. Bu eng qimmat chastdagi zapchastlar hisoblanadi, shunga katta garantiya berilyapti. Ikkinchisi, Onyx narxi 211 million so'm. Tracker 2 ning narxi 273 million so'm. Tasavvur qilasizlarmi? Asli 18.600 dollarga mana bunaqa versiyali avtomobilni sotib olsizlar. Crossover elektromobil sizlar agar mana 1-chislodan boshlab bitta elektr energiyani narxi 1 kilovatt soat elektr energiyani narxi 300 so'm bo'lyapti. Mashinaga lekin men juda ham mazza qildim. Shahar ichida bittada ajralib turasizlar. Xullas, ko'p gapirib yordik. Ushbu avtomobil haqida sizga yana qanaqa ma'lumotlar qiziq bo'ldi? Men hozir bu model yangi kirib kelishi bilan sizlarga taqdim qilishga harakat qilaman. Chunki men o'zim ham hali unaqa ko'p narsasini bilganim yo'q. Shunchaki keldim, o'rgandim, bir qisqacha tanishtirdim va sizlarga mana obzor qilib beraman. Birinchilardan bo'lib bunaqasi hali beri Toshkentda yo'q. Aynan bu komplektatsiyasi tasavvur qiling. Ko'pchilik Air pozitsiyasi bor va Pro pozitsiyasi bor. Air pozitsiya bilan Pro pozitsiyasini kilometraji 400 kilometrlik bo'ladi. 401 kilometr yurish zaxirasiga ega va eng asosiy farq shu panorama tomida bo'ladi va sideniyasida shu isitish tizimi bo'ladi. Bu komplektatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu eng fulli, eng oxirgi top versiyasi 500 kilometrlik komplektatsiyasi hisoblanadi. Buni One Up ga solishtirib o'tirmanglar. Chunki buni zamonaviyligi, yangicha qulayliklari va hajmi, dizayni bu avtomobilni bir xillikdan ajratib turibdi. Qolaversa narxi. Barchalarni kutib qolamiz. Aynan shu toychoni olishga ulgurib qolinglar. 18.600 dollarga 15 yillik kafolat va eksklyuziv ko'rinishdagi model. E'tiboringiz uchun rahmat.